imtihonga tayyormisiz? Savollar qiyin ekan. Bu safar sal qiyinroq bo'ldi, chunki boshqa tanishlardan ham balo ancha pastroq tushdi. Geometriyadan savol tushdi. Ya'ni circle haqida shu savol sal qiyinroq bo'ldi qolganlariga nisbatan. Oxirgi savollardan 3tasi qiyinroq bo'ldi, yecha olmadim. Сложно было? Ну, не очень сложно было, если честно, довольно легко. Savollar qiyin bo'ldimi? Qiyin emas, vaqt bo'yicha o'rganmadim. Ozgina harakat, ustozlarning maslahatini eshitish, keyin tayyor usta qolish. Strashno bo'ldimi? Yo'q. Qo'rquv sezdingizmi, hayajon? Yo'q, hayajon ham yo'q, qo'rquv ham yo'q.